Parvardigor, biz ojiz bandalaringni duolarini qabul, gunohlarini afu etgin. Bergan rizq ne'matlaringni o'zingga bo'lgan ibodat uchun quvvat qilgin. Sendan so'raganlarimiz ko'p, lekin amallarimiz oz. Parvardigor, so'raganlarimizni eng afzalini, eng a'losini, eng manfaatlisini bergin. Ustimizga rahmat nazari bilan boqqin, nafrat nazari bilan boqmagin. Robbim, dunyoyu oxiratimiz uchun nima yaxshilik bo'lsa, nima manfaat bo'lsa, nima fazilat bo'lsa, bu narsalardan bizlarni bebahra qilmagin. Robbim, dunyoyu oxiratimiz uchun nima gunoh bo'lsa, nima yomonlik bo'lsa, nima nuqson bo'lsa, bu illatlardan bizlarni yiroq qilgin. Parvardigor, ahlimni o'zing rozi bo'ladigan amallarda sobit qadam qilgin. Iymonimizni mustahkam va salomat aylagin. Allohim, yurtimizni tinchligini, farovonligini bardavom qilgin. Dunyomiz tinch va osoyishta bo'lishligiga o'zing kifoya qilgin. Parvardigor, qancha bemorlar bor. Allohim, ularga xazinai g'aybingdan shifoi komil bergin. Parvardigor, farzand talablariga soliha farzandlar ato qilgin. Allohim, bizlarga manfaatli ilm, qabul bo'ladigan solih amal bergin. Xayrli, saodatli, barokatli umrlarni ato qilgin. Allohim, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. O'zingni jalolingcha hamdu sanolar Habibing Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlar bo'lsin. Ya arhamar rohimin.